Amer avtosavdoda Kia Carnival ishqibozlari uchun 2006-yil 372 ming kilometr masofani bosib o'tgan holatlari ideal holatdagi kelib qoldi akalar, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, temniy siniy svetda 4 ta yaxshi yumshoq balolar qo'yilgan, balolar zo'r holatda. Polni elektropaket akalar. Salon qismini ko'rishingiz mumkin. Salonda ham ideal sosteniyada turibdi, avtomat korobka. Bitta bitta mashinaga yaxshi qo'l kiygizib olasizlar. Polilar solingan 372 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Video registrator, PNRdan yaxshi magnitofon kolonkalargacha ham qo'yilgan. Xo'p, dizel motorda temir gaz bilan uстановка qilingan, metan plus propan okalar. Texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. Kuzov holatlari ham yaltirab, olov bo'lib turibdi okalar. Kraskasiga keladigan bo'lsa okalar, petnometnolar bo'lib 25-30% yuzak kraskalar bor ekan. Mashinani tak udalari yo'q deyaptilar, o'zinglar uchun tekshirtirib, prerka qildirib olaverasizlar. Egalarni o'zida sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Narxini akamizga pul so'rashni zo'rlagan bo'ladigan narx deyaptilar. $5150 baholandi. Bos oladigan joy okalar.